Assalomu alaykum hurmatli shaxmat muxlislari. Shaxmat o'yini bilan tanishishni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda shaxmat donalarini terishi bilan tanishib o'tamiz. Birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, oq donalar birinchi va ikkinchi gorizontallarda teriladi. Qora donalar esa 8 va 7 gorizontallarda teriladi. Terish tartibimiz quyidagidan iborat. Birinchi navbatda ruhni olamiz va birinchi gorizontalni chetki kataklariga qo'yib chiqamiz. Ruhlarni joylashtirganimizdan keyin ulardan keyingi katakka otlarni joylashtirib chiqamiz. Ikkita otni joylashtirganimizdan keyin S1 va F1 katagiga, ya'ni otlardan keyingi kataklarga ikkita filni joylashtiramiz. Bularni joylashtirib bo'lganimizdan keyin biz farzini olamiz. Hozir ko'rib turgan farzinimizni rangiga e'tibor qilamiz. Bu farzin oq rangda. Oq rangdagi farzin oq katakga qo'yiladi. Bo'sh qolgan katagimizga esa shoxni joylashtiramiz. Ikkinchi gorizontalga esa piyodalarni joylashtirib chiqamiz. Piyodalarimizning soni jami 8 ta, kataklarimizni ham soni 8 ta. Ruhlar soni 2 ta, otlar soni 2 ta, fillar soni 2 ta, farzinimiz 1 ta va shoximiz 1 ta bo'ladi. Endi xuddi shu tartibda qora donalarni terib chiqamiz. Eslatib o'taman, qora donalar 8 va 7 gorizontallarda teriladi. Ya'ni tartib bo'yicha 8 qatorni chetki katagida ruhlarni joylashtirib chiqamiz. Ikkita ruhdan so'ng otlarni joylashtiramiz. Otlardan so'ng eslatib o'taman, fillar qo'yiladi. Va navbat yana farzinga keldi. Oq farzin oq katakka qo'yilganini eslatib o'tamiz. Qora farzin esa qora katakka qo'yiladi. Va xuddi shundoq bitta bo'sh qolgan katakka shox joylashtiriladi. 7 gorizontallarga esa piyodalar joylashtirib chiqiladi. Yosh shaxmatchilarimizga shox va farzin joylashgan joylariga yaxshi e'tibor berishingizni so'raymiz. Juda ko'p holatlarda farzin va shoxni joyini ular adashib quyidagidek qo'yishadi. Bunday holatlar bo'lmasligiga umid qilamiz. Mavzuni bir necha bor takrorlashingizni tavsiya qilamiz va keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xayr.